Rafael Benitez James Rodriguezning faoliyatini barbod qilganmi? 2015-yilda Rafael Benitez Real Madrid bosh murabbiyiga aylandi. James Rodriguez esa o'sha paytlarda ayni pik formada o'ynayotgan davri edi. Benitezning qarashlari biroz boshqacharoq, ya'ni u qarorlarini muhokama qilishlarini istamasdi. James esa zo'r formada bo'lishiga qaramasdan ko'pincha zaxirada qoldirilar. Sababini so'raganda esa Benitez gapirmasdi. Keyinchalik Jamesning aytishicha, u bir o'yinda yaxshi o'ynagan, lekin murabbiy uni 60-daqiqada sababsiz almashtirmoqchi bo'ladi. James esa nega men yaxshi o'ynayapman-ku deya ishora qiladi. Shu payt stadiondagi muxlislar ham Jamesni qo'llab-quvvatlaydi, biroq baribir almashtiriladi. Shundan so'ng Benitez va James o'rtasidagi munosabat yanada sovuqlashadi. Benitez rahbariyatga Jamesni ketkazib yuborishni aytadi. James avvaliga Bavariyada ijara asosida o'ynadi, keyin esa Evertonga to'liq sotib yuborildi. James Evertonda Ancelotti bilan yana o'zini qayta tiklayotgandi, biroq Ancelottini yana Real chaqirdi va u bu taklifni rad eta olmasdi. Evertonga esa Ancelottidan keyin yana Rafael Benitez murabbiy bo'lib keldi va birinchi kundanoq Jamesga senga jamoamda o'rin yo'q deb aytadi. Jarohatga moyilligini bilgan Yevropa klublari uni xarid qilishni istamadi. Ruhan singan James Yevropadan ketishga qaror qildi. Al Rayyan, Olympiakos, San Paulo, Rayo Vallecano'dagi qisqa faoliyatlardan so'ng hozirda Amerikaning Minnesota United klubida o'ynamoqda.